O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Bir soat botdan bilan ishlatyapti qo'yishni. Otasi alga, onasi bo'ladi, bolalar bor, yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishni oldindan plan qilgan. Nimaga qarang, o'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Hatto hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Onam degan mana dalillarim mani qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya mo'minlardan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Bu tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oka qamabda shu-yu. Ya bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishlarni. Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nohmat haq qilib beraman. I got you.